Salom, qadrli tomoshabinlar. Bugun biz hammamizni birdek qiziqtiradigan, ehtimol, hatto xavotirga soladigan juda muhim bir mavzu haqida so'z yuritamiz. Gap raqamli musodara haqida ketmoqda. Bu mavzu sizning kundalik hayotingizga, mablag'laringizga, biznesingizga, umuman olganda raqamli dunyodagi mavjudligingizga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun bugungi videomizni oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingizni so'rayman. Bu ma'lumot har birimiz uchun juda qimmatli. Videoni tomosha qilishni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu biz uchun katta motivatsiya bo'ladi. Muammoning mohiyati. Oldin qanday edi va hozir nimalar o'zgardi avvallari biron bir mol-mulkni musodara qilish deganda ko'z oldimizga asosan jismoniy narsalar kelardi. Kvartira, avtomobil, qimmatbaho buyumlar, naqd pul. Hamma narsa moddiy edi, qo'lga olib ko'rish mumkin bo'lgan. Qog'ozdagi shartnomalar, bank hisoblari ham mavjud edi. Lekin ularga ta'sir qilish mexanizmi aniq va tushunarli edi. Agar sizning hisobingizga hibs qo'yilsa, bu bankka qog'oz buyruq yuborish orqali amalga oshirilardi va bu jarayonni bekor qilish ham nisbatan sodda edi. Qog'oz hamma joyda asosiy vosita edi. Hozir esa vaziyat tubdan o'zgardi. Bizning hayotimizning juda katta qismi raqamli makonga ko'chdi. Pulimiz elektron hamyonlarda, bank ilovalarida, kriptovalyutalarda saqlanadi. Bizneslarimiz ijtimoiy tarmoqlar, veb-saytlar, onlayn platformalar orqali yuritiladi. Shaxsiy ma'lumotlarimiz, ijodiy ishlarimiz, hatto shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarimiz ham raqamli ko'rinishda mavjud. Va bu raqamli aktivlarga bo'lgan nazoratni yo'qotish yoki ularning musodara qilinishi masalasi har qachongidan ham dolzarb bo'lib bormoqda. Raqamli musodara deganda biz aynan mana shu elektron ko'rinishdagi mol-mulk, ma'lumotlar yoki aktivlarga davlat organlari, sudlar yoki ba'zi hollarda hatto yirik texnologik kompaniyalar tomonidan qonuniy yoki noqonuniy ravishda kirishni cheklash, ularni olib qo'yish yoki nazoratni o'z qo'liga olish jarayonini tushunamiz. Bu endi faqat jinoiy ishlarga bog'liq bo'lmasdan, ba'zi hollarda ma'muriy huquqbuzarliklar, soliq qarzdorliklari, hatto mualliflik huquqini buzish bilan bog'liq da'volar tufayli ham yuzaga kelishi mumkin. Bu jarayonlar endi tezroq, ba'zan ogohlantirishsiz sodir bo'ladi va ularga qarshi turish mexanizmlari an'anaviy musodaraga qarshi kurashishdan ancha farq qiladi. Birinchi asosiy qism nimani bilishingiz kerak, kim xavotirlanishi kerak va kimga kerak emas keling. Bu raqamli musodara nima ekanligini chuqurroq tahlil qilsak. Aslida bu tushuncha juda keng. Bu nafaqat pulni, balki sizning onlayn identifikatoringizni, biznesingizning raqamli infratuzilmasini va hatto shaxsiy ma'lumotlaringizni ham qamrab oladi. 1. Elektron pul va kriptovalyutalar. Kim xavotirlanishi kerak? Agar siz onlayn platformalar orqali biznes yuritayotgan bo'lsangiz, elektron hamyonlarga pul tushirib yoki pul o'tkazayotgan bo'lsangiz, agar siz kriptovalyuta savdosi bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, agar siz chet el banklarida raqamli hisoblarga ega bo'lsangiz, misol, Farg'onalik 35 yoshli tadbirkor Alisher internet do'koni orqali kiyim-kechak sotardi. Uning asosiy hisob kitoblari Payme, Click va Humopay kabi elektron to'lov tizimlarida va hatto chet eldagi bir nechta kichik to'lov xizmatlarida amalga oshirilardi. Bir kuni Alisherning xabari yo'q. Uning Payme va Click hisoblariga sud ijrochisi tomonidan ijro hujjati asosida hibs qo'yildi. Ma'lum bo'lishicha, u bir mijozga 20 million so'mga yaqin summadagi mahsulotni noto'g'ri yetkazib bergan va mijoz sudga murojaat qilib, o'z foydasiga qaror chiqartirgan. Lekin Alisher sud chaqiruvlari haqida bilmagan yoki e'tiborsiz qoldirgan. Natijada uning elektron hamyonidagi mablag'lar avtomatik tarzda bloklandi va bir necha kun ichida mijoz hisobiga o'tkazildi. Alisherning nafaqat 20 million so'mi, balki u bilan bog'liq boshqa tranzaksiyalar ham to'xtab qoldi. Bu esa uning biznesiga katta salbiy ta'sir ko'rsatdi. Agar Alisher kriptovalyuta bilan ham shug'ullanganda, sud qarori bilan uning kripto birjadagi hisoblari ham muzlatib qo'yilishi mumkin edi. Ayniqsa O'zbekistonda kripto aktivlarni deklaratsiya qilish majburiyati joriy etilayotgan bir sharoitda. Ikkinchi raqamli biznes aktivlari. Kim xavotirlanishi kerak? Agar sizning veb-saytingiz, domen nomingiz, ijtimoiy tarmoqlardagi biznes sahifalaringiz mavjud bo'lsa, agar siz onlayn kurslar, dasturiy ta'minot yoki boshqa raqamli mahsulotlar sotsangiz, agar siz onlayn platformalarda katta obunachi bazasiga ega bo'lgan bloger yoki kontent yaratuvchi bo'lsangiz, misol, Toshkentlik dasturchi Sardor o'zining IT Solution deb nomlangan IT kompaniyasini tashkil etdi. U kompaniya uchun IT Solution
uz domenini ro'yxatdan o'tkazdi va ushbu domenda o'zining asosiy veb saytini joylashtirdi. Bir kuni uning domeni buzilgani va u orqali firibgarlik amalga oshirilgani haqida xabar keldi. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari sud qarori bilan ushbu domen nomini vaqtincha bloklash to'g'risida provayderga buyruq berdi. Natijada Sardorning kompaniyasining veb sayti bir haftadan ko'proq vaqt davomida ishlamadi. Bu kompaniya uchun 50 million so'mdan ortiq foydani yo'qotishga sabab bo'ldi. Chunki ular onlayn buyurtmalar qabul qila olmadi va mijozlar bilan aloqa uzilib qoldi. Bunday holatda domen nomini egasidan majburiy olib qo'yish, musodara qilish ham mumkin. Agar Sardorning biznesi faqatgina veb sayt bilan cheklanib qolmay, balki biror ijtimoiy tarmoqdagi katta sayfasi orqali ham reklama va sotuvlar qilganida. O'sha sahifa ham turli qonunbuzarliklar, masalan, reklama qonunchiligini buzish sababli bloklanishi yoki nazorat ostiga olinishi mumkin edi. Shaxsiy ma'lumotlar va raqamli mulk kim xavotirlanishi kerak? Agar siz o'z elektron pochtangizda bulutli xotiralarda Google Drive, Dropbox, muhim shaxsiy yoki ishga oid ma'lumotlarni saqlasangiz, agar siz professional fotosuratchi, musiqachi, yozuvchi bo'lsangiz va o'zingizning ijodiy ishlaringizni raqamli ko'rinishda saqlasangiz. Misol, samarqandlik fotodizayner Dilshod o'zining barcha professional ishlarini, mijozlarining buyurtmalarini va portfoliosini Google Drive bulutli xotirasida saqlardi. Uning kompyuteri buzilib, operatsion tizimi ishlamay qolgach, u ma'lumotlarni bulutdan tiklamoqchi bo'ldi. Ammo Google hisobiga kirishda muammolar yuzaga keldi. Uning akkaunti shubhali harakatlar sababli bloklangani haqida xabar oldi. Ma'lum bo'lishicha, Dilshod ilgari ba'zi proksi xizmatlardan foydalanib, o'ziga tegishli bo'lmagan reklama kontentini tarqatgan. Google o'zining foydalanish shartlariga ko'ra akkauntni bloklab, barcha ma'lumotlarga kirishni cheklab qo'ygan. Dilshod 2 oy davomida Google bilan yozishib, nihoyat akkauntini tiklashga muvaffaq bo'ldi. Ammo bu vaqt davomida u bir nechta muhim buyurtmalarni yo'qotdi va mijozlari bilan munosabatlari yomonlashdi. Agar bu holat sud ijrochilarining qarori bilan yuz berganida, Dilshodning ma'lumotlari to'liq o'chirilishi yoki davlat nazoratiga o'tishi ham mumkin edi. Kim xavotirlanishi kerak emas. Agar sizning hayotingiz asosan an'anaviy rejimda o'tsa, elektron pul bilan juda kam ishlashsangiz, raqamli biznesingiz bo'lmasa va o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni himoyalashga e'tibor bersangiz, xavotirlanish darajasi ancha past bo'ladi. Oddiy bank kartasidagi mablag'lar ham raqamli hisoblansa-da, ularni musodara qilish an'anaviyroq, tushunarliroq va asosan sud yoki ijro harakatlari doirasida amalga oshiriladi. Shunga qaramay, har birimiz asosiy raqamli xavfsizlik qoidalariga rioya qilishimiz shart. Ikkinchi asosiy qism. Qoidalardan istisnolar, qaltis jihatlar va oshkor etilmagan nuanslar raqamli musodara masalasida hamma narsa bir tekis emas. Ba'zi qoidalar va holatlar borki, ularni bilish sizni ko'plab muammolardan qutqarishi mumkin. 1. Yurisdiksiya muammosi. Sizning pulingiz yoki aktivlaringiz qayerda joylashgan? Agar sizning elektron hamyoningiz yoki kriptovalyuta birjasidagi hisobingiz boshqa mamlakatda ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, O'zbekiston sudining qarori uni darhol bloklay olmasligi mumkin. Misol uchun, Dubayda ro'yxatdan o'tgan bank hisobi yoki Malta yurisdiksiyasidagi kripto birja hisobiga mahalliy sud qarori bilan darhol ta'sir ko'rsatish juda murakkab, ba'zan imkonsizdir. Bunday holatlarda xalqaro huquqiy yordam so'rash jarayoni talab etiladi. Bu esa uzoq va qimmatga tushadigan jarayon. Biroq bu sizni jinoiy javobgarlikdan ozod qilmaydi. Shunchaki aktivlarga ta'sir qilish vaqti cho'zilishi mumkin. Masalan, Shveysariyada pul saqlagan o'zbekistonlik fuqaro Farhod soliq to'lashdan qochish uchun bir qancha operatsiyalarni amalga oshirgan. O'zbekiston soliq idoralari unga nisbatan sudga murojaat qildi. Sud qarori chiqqach, O'zbekiston Adliya vazirligi xalqaro huquqiy yordam so'rab, Shveysariya hukumatiga murojaat qildi. Bu jarayon 2 yil davom etdi va natijada Farhodning Shveysariyadagi hisoblaridagi 1 milliard so'm ekvivalentidagi mablag'lar muzlatildi. Ushbu holatda raqamli emas, balki xorijdagi aktivlar musodara qilindi. Ammo mexanizm shunga o'xshash. 2. Markazsizlashtirilgan moliyaviy tizimlar, DeFi va ularning himoyasi, kriptovalyutalarning o'zi, ayniqsa markazlashtirilmagan hamyonlarda, masalan MetaMask, Trust Wallet, saqlangan kriptovalyutalar an'anaviy hisoblar kabi muzlatish yoki musodara qilishga unchalik moyil emas. Chunki bu hamyonlar uchinchi tomon vositachisiga ega emas va sizning aktivlaringiz faqat sizga ma'lum bo'lgan maxfiy kalitlar orqali nazorat qilinadi.
lekin bu mutlaq himoya emas. Agar siz maxfiy kalitlaringizni, seed phrase yo'qotsangiz yoki uchinchi shaxslar qo'liga tushsa, aktivlaringizni yo'qotishingiz mumkin. Shuningdek, qonunchilikka rioya qilish muhim. Ba'zi mamlakatlarda kriptovalyutalarni deklaratsiya qilish majburiyati mavjud. Agar siz ularni yashirsangiz va bu ma'lum bo'lsa, jinoiy javobgarlikka tortilib, hatto jinoiy yo'l bilan olingan daromad sifatida kripto aktivlaringizni sud qarori bilan musodara qilishlari mumkin. Masalan, bir fuqaro Telegram orqali kripto firibgarlik sxemalarida ishtirok etgan va barcha daromadini markazlashtirilmagan hamyonda saqlagan. Huquq tartibot organlari uning jinoiy faoliyatini fosh etgach, uyda tintuv o'tkazishdi va uyda tintuv o'tkazishdidan uning markazlashtirilmagan hamyonining maxfiy kalitlarini topishdi. Natijada ushbu hamyondagi 300 million so'mlik kripto aktivlar musodara qilindi. Uch texnik xavfsizlik va hakerlik hujumlari. Ba'zi holatlarda raqamli musodara deb ataladigan holatlar aslida hakerlik hujumlari yoki firibgarlik sxemalarining qurboni bo'lish natijasidir. Agar sizning elektron pochtangiz, ijtimoiy tarmoq akkauntingiz yoki elektron hamyoningiz buzilsa, sizning raqamli aktivlaringiz o'g'irlanishi mumkin. Bu musodara emas, balki to'g'ridan-to'g'ri o'g'irlik. Lekin buning natijasi siz uchun xuddi musodara kabi bo'lishi mumkin. Aktivlaringizga kirishni yo'qotish. Bu yerda asosiy himoya shaxsiy ma'lumotlaringizni, parollaringizni ehtiyot qilish. Ikki faktorli autentifikatsiyadan foydalanish va shubhali havolalarga kirmaslikdir. Toshkentlik yosh dasturchi Javohir o'zining elektron hamyonida 50 million so'm saqlagan. Bir kuni unga bank nomidan go'yoki soxta saytga o'tishni va ma'lumotlarni tasdiqlashni so'rab xabar kelgan. Javohir e'tiborsizlik qilib, o'sha havolaga o'tib, o'zining login va parol ma'lumotlarini kiritgan. Bir necha soat o'tgach, uning elektron hamyondagi barcha mablag'lar noma'lum shaxslar tomonidan yechib olingan. Bu raqamli musodara emas, balki firibgarlik natijasi edi. Ammo bu holat Javohirga katta moddiy zarar yetkazdi va u huquq tartibot organlariga murojaat qilishga majbur bo'ldi. 4. Xizmat ko'rsatuvchi provayderlar va platformalarning shartlari. Onlayn platformalar, masalan, ijtimoiy tarmoqlar, savdo platformalari o'z foydalanish qoidalariga ega. Agar siz ularni buzsangiz, masalan, taqiqlangan kontent joylashtirsangiz, firibgarlikda gumon qilinsangiz, ular sizning akkauntingizni bloklashi, ma'lumotlaringizni o'chirib tashlashi yoki hatto mablag'laringizni ushlab turishi mumkin. Bu sud qarori sodir bo'ladi va sizning platforma bilan shartnomangiz shartlariga asoslanadi. Bunday holatlarda sizning yagona yo'lingiz provayderning qo'llab-quvvatlash xizmati bilan bog'lanish va masalani hal qilishga urinish. Agar ular rad etsa, sudga murojaat qilish mumkin. Ammo platformaning o'z mamlakatidagi qonunlarga muvofiq harakat qilishlari sababli natija kafolatlanmaydi. Masalan, Telegramdagi katta kanali bor Sitora reklama beruvchidan kelgan pullarni qabul qilish uchun bir elektron to'lov tizimida hisob ochgan. Ushbu tizimning qoidalari taqiqlangan mahsulotlar, masalan, taqiqlangan tibbiy preparatlar reklamasi uchun to'lovlarni qabul qilish taqiqlangan edi. Sitora buni e'tiborsiz qoldirib, xorijiy kompaniyadan shunday mahsulot reklamasi uchun to'lovni qabul qiladi. To'lov tizim monitoringi buni aniqlaydi va Sitoraning hisobini avtomatik bloklaydi. Undagi barcha mablag'lar muzlatiladi va kelajakda bu tizimdan foydalanish huquqi cheklanadi. Bu yerda hech qanday sud qarori bo'lmagan. Faqat platformaning ichki qoidalari asosida harakat qilingan. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerak, keling. Endi eng muhim qismga o'tsak, o'zingizni raqamli musodara va unga o'xshash xavflardan qanday himoya qilish kerak? Mana siz uchun aniq ko'rsatmalar. 1. Huquqiy savodxonligingizni oshiring. O'zbekiston Respublikasi qonunlarida elektron to'lovlar, kripto aktivlar va raqamli ma'lumotlarga oid yangiliklarni doimiy ravishda kuzatib boring. Soliq kodeksi, fuqarolik kodeksi, elektron to'lovlar va to'lov tizimlari to'g'risidagi qonun, shuningdek, jinoyat qonunchiligidagi raqamli aktivlarga oid moddalarni o'rganing. Ayniqsa, jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash CFT qoidalari bilan tanishib chiqing. Bu qoidalar sizning pul o'tkazmalaringizni monitoring qilishni nazarda tutadi va shubhali operatsiyalar paytida hisoblaringiz bloklanishi mumkin. Agar siz biznes yuritayotgan bo'lsangiz, onlayn platformalarning foydalanish shartlarini va siyosatini diqqat bilan o'rganing. 2. Aktivlaringizni himoyalash bo'yicha amaliy qadamlar. Kuchli parollardan foydalaning va ularni muntazam ravishda o'zgartirib turing.
Har bir platforma uchun har xil parolar ishlating. Ikkita faktorli autentifikatsiyani 2FA hamma joyda yo'qing. Bu sizning akkauntingizga kirishni sezilarli darajada qiyinlashtiradi. Mobil ilova masalan, Google Authenticator yoki maxsus qurilmalar masalan UBK SMS kodlardan ko'ra xavfsizroqdir. Ma'lumotlaringizning zaxira nusxalarini yarating. Muhim fayllaringizni, fotosuratlaringizni bir nechta joyda, bulutda, tashqi diskda, boshqa qurilmada saqlang. Bu agar bitta joydagi ma'lumotlar yo'qolsa yoki bloklansa, sizda boshqa nusxasi bo'lishini ta'minlaydi. Shubhali havolalar, elektron xatlar yoki noma'lum manbalardan kelgan ilovalarga ehtiyot bo'ling. Phishing, ma'lumot o'g'irlash, hujumlardan himoyalanish uchun doim manbaning haqiqiyligini tekshiring. Elektron hamyonlar va kriptovalyuta birjalarida katta summalarni uzoq muddat saqlamang. Agar sizning kripto aktivlaringiz katta qiymatga ega bo'lsa, ularni apparatni ko'shalok, hardware wallet kabi xavfsiz offline usullarda saqlashni ko'rib chiqing. Bu sizning maxfiy kalitlaringizni internetdan uzib qo'yadi va ularning buzilish ehtimolini kamaytiradi. Barcha moliyaviy tranzaksiyalaringizni hujjatlashtirib boring. Elektron o'tkazmalar, kvitansiyalar, shartnomalarning skrinshotlari va nusxalarini saqlash agar savollar tug'ilsa, sizning to'g'riligingizni isbotlashga yordam beradi. 3. Agar muammo yuzaga kelsa, nima qilish kerak? Birinchi navbatda vaziyatni aniqlang. Sizning aktivlaringiz nima sababdan bloklangan yoki musodara qilingan? Bu sud qarorimi, platformaning ichki qoidalarini buzishmi yoki firibgarlikmi? Agar bu sud ijrochisi tomonidan amalga oshirilgan bo'lsa, ijro hujjati asosida ijro ishini boshlagan sud ijrochisi bilan bog'laning. Uning familiyasi va telefon raqami ko'pincha bankdan kelgan xabarnomada yoki ijro ishi to'g'risidagi hujjatlarda ko'rsatiladi. Unga murojaat qilib, ishning tafsilotlarini so'rang. Agar ijro hujjati noqonuniy deb hisoblasangiz yoki sizni noto'g'ri ayblashgan bo'lsa, sudga yoki yuqori turuvchi ijro organlariga shikoyat arizasi bilan murojaat qilish huquqiga egasiz. Bu holatda malakali yurist yordamidan foydalanish tavsiya etiladi. Agar sizning hisobingiz platforma tomonidan bloklangan bo'lsa, masalan Facebook, Instagram, Payoneer, darhol uning qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling. Vaziyatni tushuntiring. Kerakli hujjatlarni, pasport nusxasi, biznes litsenziyasi va ONAKka taqdim eting. Ba'zi hollarda bu o'z natijasini beradi. Agar siz firibgarlik yoki hakerlik hujumi qurboni bo'lsangiz, zudlik bilan huquq-tartibot organlariga, Ichki ishlar vazirligi DEX murojaat qiling. Ularga barcha mavjud dalillarni, skrinshotlar, elektron xatlar, tranzaksiya ma'lumotlari taqdim eting. Banklarga bu haqida xabar bering. Ular tranzaksiyalarni bekor qilishga urinib ko'rishlari mumkin. Xulosa va yakuniy chorlov bugungi kunda raqamli musodara va raqamli aktivlarning xavfsizligi masalasi hammamiz uchun dolzarb. Bizning raqamli hayotimiz to'g'ri kengayib borar ekan, uning xavfsizlik jihatlari haqida xabardor bo'lish juda muhim. Unutmang, sizning bilimingiz va ehtiyotkorligingiz sizning raqamli aktivlaringizni himoya qilishda asosiy omildir. Qonunlarni o'rganing, texnik xavfsizlik qoidalariga rioya qiling va shubhali holatlarda mutaxassislarga murojaat qilishdan tortinmang. Umid qilamanki, bugungi videomiz sizga foydali ma'lumotlarni berdi va raqamli dunyodagi potensial xavflar haqida o'ylashga undadi. Agar sizda bu mavzu bo'yicha savollar, fikrlar yoki shaxsiy tajribangiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham qimmatli bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz kelajakda shu kabi muhim va foydali mavzularni yoritishda davom etamiz. O'zingizni va raqamli aktivlaringizni himoya qiling. Ko'rishguncha.